Assalomu alaykum kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Bugungi o'qiydigan kitobimizning ismi Havo o'zgardi. Havoning o'zgarishiga qiziqamsizlar? Amsi qulqinlar menda bo'lsin. Avtori Li Mei-ay, rasmini sizg'uvchi Lin Yishu, tarjima qilguvchi Maryamxon Noyib. Pishg'irin oftob chiqqan kuni. Nima degan issiq-a? Qizziq quyosh nuri zamonga tushib, yuzlarni qizitib, ter tomchilari yuzni bo'ylab oqdi. Ammo daraxt osti bak salqin edi. Hozir qurg'oqchilik fasli bo'lg'achqa yomg'ir yog'mag'ili uzun bo'ldi. Qaranglar, yer xuddi toshbaqaning qepidek yerilib ketibdi. O't-cho'plar ussizlikdan qurishib, daraxt yo'pirmoqlari so'lishib qopti. Bugun havo tutuq, osmonni qop-qora bulut qoplagan edi. Uzoq o'tmay quyoshni ko'rgil bo'lmadi. Bulut qandoq shakllanadi bilamsizlar? Bulut havo bo'shliqidagi suv tomchilari yoki muz kristallarining to'planishidan shakllanadi. Shamol chiqdi. Shamol daraxtni irg'itib, yo'pirmoqlarni yerga tushirdi. "Hey shamol, to'pamni qaytirib ber." Ko'zni chaqadigan chaqmoqqa ulashibla guldirmami-guldirladi. Osmonni qorong'ulik bosdi. Chaqmoq, hey chaqmoq, sen daraxt shexiga o'xshaysan. Gurgur. Derizini taqab, quloqni etib olsimi, guldirmomining ovozini to'sib qolg'il bo'lmaydi. Tayfun bo'roni chiqdi. Tez uyga qaytayli. Tayfun bo'roni daraxtni yiltizilla qumuritadigan qiladi. G'urg'ur, gurgur. Nima degan kuchlik bo'ron bu? Yomg'ir yog'di. Osmondan tushgan yomg'ir kunligimga taraslab tushdi. Yer yuzidagi yomg'ir suvi yunduq quduqiga sharildab kirib ketdi. Nima degan qiziqarliq? Kichik do'stlar, yomg'ir qandoq shakllanadi bilamsizlar? Bulut suv tomchilarining eg'irligini ko'tarolmaganda, suv tomchilari osmondan yer yuziga tushadi. Shuning bilan yomg'ir shakllanadi. Havo ichildi. Hoy, bu yomg'irning sababidanmidir? Yomg'irdan keyingi osmon intayin suzuk edi. Bilib-bilmayla osmonda Hasan-Husan ko'rindi. Nima degan chiroyliq? Men chiroyli Hasan-Husanni yaxshi ko'raman. Hasan-Husan havodagi suv tomchilariga quyosh nurining tushib sunishi va qaytishi natijasida 7 xil rangning hosil bo'lishidan shakllangan. Bugun tumanliq kun bo'pti. Tuman bo'lsa, havodagi suv tomchilarining tuvan yer yuzida laylishidan shakllangan havo rayi hodisasi. Qaranglar, tuman xuddi mukishmak o'ynashga amroq kapsiz boladek ba'zida tog' va daryoni yushirib qo'ysa, ba'zida o'tloq va daraxtni g'uva ko'rinadigan qilib qo'yadi. Kech bo'lganda ushshuk tushdi. Ushshuk xuddi qarg'a o'xshaydigan ushoq muz kristali. U yer yuzini, daraxt shexini, dadamning mashinasini qoplab bir qavat qirov hosil qilibdi. Ammo quyosh chiqish bilan qirov erib ketdi. Mo'ldir yog'di, tez qochinglar. Yumaloq muz parchasi osmondan to'riqlab tushdi. Bir necha talni terib elib olqinimga qo'ydim. Nima degan so'g'uq-a? Mo'ldirning ba'ziri purchoq cho'nligida bo'lsa, ba'ziri kaltak top cho'nligida bo'lib, tegib ketsa baxatarlik. Qor yog'di. O'gza, daraxt shoxlari, yo'llarning hammasi oppoq qor bilan purkandi. Vah, nima degan payzi? Do'stlarim bilan qarbuva yasab o'ynaydigan bo'ldim. Kichik do'stlar, qor qandoq shakllanadi bilamsizlar? Havo sovuq bo'lganda bulutdagi ushoq suv tomchilari qetib yerga tushish jarayonida qorga aylanadi-ekan. Nima degan sovuq? Hoy, ayvonda muz cho'qqilari paydo bo'pti. Muz cho'qqilari bo'lsa, o'gzidagi qorlar erib tushayotganda qaytadan muz tutgandan keyin shakllangan. Kichik do'stlar, havoning ochiq, tutuq, yomg'irliq, qorliq kunlarini bilib oldinglarmi? Havo rayi shundoq o'zgarib turg'achqa, biz intayin xushal, shundoq emasmi? Xayr xo'sh, Allohga omonat.